Amerika manzaralari telejurnali, Amerika siyosati va hayoti, Markaziy Osiyo, xalqaro hamjamiyat, ijtimoiy madaniy yangiliklar. Bularning hammasi bizning haftalik ko'rsatuvimizda. Keremet telekanalida har dushanba 18:30 da. Internetda istalgan paytda. Parabolik antena orqali har kuni Aziya Sat 3 C to'lqini 340-kanalda. Amerika ovozi, xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai. Telejurnalimiz davom etadi. Amerika ahli o'z tarixining qora sahifalarini, odamlar oq va qoraga ajratilgan mash'um kunlarni yodga olmoqda. Irqchilikdan qutulish uchun ko'p qon to'kilgan bu jamiyatda. 1960-yillarda Alabamaning Birmingham shahri fuqaro erkinligi uchun kurash maydoni bo'lgan. Qonli yakshanba deb nomlangan voqealardan yarim asr o'tdi. Amerika ovozi yaqinda Alabama shtatida bo'lib, tarixiy namoyishlarda qatnashgan faollar bilan gaplashdi. 1965-yilda yuzlab afroamerikaliklar Alabamaning Selma shahrida haqqini talab qilib tinch namoyishga chiqadi. Qonli voqea jamiyatni junbushga keltirgan. Millionlab fuqaro ovoz berish huquqidan mahrum edi o'shanda. Sud binosiga borib, men ovoz beraman deganman. Oradan yarim asr o'tib, fuqaro huquqlari faoli Nems Gey Birminghamdagi o'sha sud binosiga qaytdi. Sizdan kam joyimiz bormi? Hammamiz bir insonmiz. Qonimiz bir. Buning nimasi tushunarli emas? Bunday savollardan ularning asabi buzilardi. Lekin biz haq ekanimizni bilardik. Asabiylashishga hech hojat yo'q. Ish sudlarda ko'rilib, qora tanlilar ovoz berish huquqiga erishdi. Ancha mashaqqatli yo'l. Ovozsiz xalq umidsiz bo'ladi. Fuqarolar terisining rangidan qat'iy nazar ovoz bera olishi shart. Nafaqadagi muallim Jen Smiley Montgomery shahrida birinchilardan bo'lib ovoz berishga borgan. Montgomery va unga yaqin joylarda yashovchi qora tanlilar bunga jur'at eta olmasdi, qo'rqardi. Ishla bo'lsangiz, ovoz berish uchun ro'yxatdan o'taman desangiz ishdan haydashardi. Hatto qarindoshlaringizni ham. Qonli yakshanbadan ko'p o'tmay erkinlik kuychisi Martin Luther King minglab safdoshlari bilan Alabama poytaxtiga yo'l oladi. Ovoz berish huquqiga ega odamlar buni yakka o'zlariga atalgan ne'mat deb bilgan. Bunday huquq boshqalarga ham berilishini istamagan. Hozirgi imkoniyatlar osonlikcha qo'lga kiritilmadi. Fred Gray Martin Luther Kingning advokati edi. Selma shahridan Montgomeryga yurish bo'yicha sud ishini yutib chiqqan. Qora tanlilar Amerikacha hayotning jamiki ne'matlariga o'z kuchi, harakati bilan erishmoqda. Oradan 5 oy o'tib, 1965-yilda prezident Lyndon Johnson ovoz berish huquqiga doir qonunga imzo chekadi. Qonun qabul qilingani katta yutuq edi, chunki ko'plab boshqa imkoniyatlarga yo'l ochdi. Odamlar o'zi istagan vakillarni hukumatga saylay olsa, bu odamlar yuzlab boshqa rasmiylarni tayinlash vakolatiga ega bo'ladi. Nems Gey fuqarolik huquqlari uchun kurashda qora tanlilarga ilhom bergan madhiyani xirgoyi qiladi. The Lord is on our side today, deep in my heart. Alabamadan Chris Simpkins, Washingtondan Shohrux Hamro. We shall overcome some.